Ketdi. Öyle. Bu ana size bir mi buraya? Oğlum yaptık kapırama. Ana bir ton ko'rishni o'rganaylik olabilsa kesin. Bir ton ana shunday qattiq bo'lishi kerak. Ana shu. Eshitilmaydi. Bir ton qattiq bo'lishi kerak, suv ko'p bo'lmasligi kerak. Ana matti o'rgan. Karitani qancha cho'shlaganimizda bir roman bir ton tushgani yo'q yerga. Ana shunday qattiq. Buni qarang. Sinay badaninga qurbon o'ylandi deydi, bir tonchaga qarang. Yesa bo'ladi. Bitta yeb gapi. Buni ham maqta. Bu bir ton bo'lganiga qarang. Tingilaydi. Kuvar bilan ursa qilt qilmaydi. Vur ko'rma, ko'rsa. Jonga ursa buni qarang. Matti o'rgan buni qo'rishni kelib. O'rgan. Bir tonni qattiq qo'rish kerak, shunday chiroyli chiqadi. Professional ustalar qiladi buni, faqat professional ustalar, professional. Bilakka kuchi borlar qiladi bunaqa ishlarni. Bir tonni endi tushing tomosha qilinglar. Ketdi. Qarang. Hoba. Yomanya. Şakkada bir ton, şakkada. Matti o'rgan ki, 500 Abiyon mol yo'timiz, abiyon ham. Bitonni qarang, bitonni markasini. Qasha usta.